Hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda Mr. Vegas kanali bugungi videorolikda sizlar bilan previewdan ko'rib olgan bo'lsanglar kerak. Qanaqa qilib tez mana shu bir haftaning ichida 30,000 va 40,000 GMlar o'zbekchasiga almas yig'ishni sizlarga hozir sir va asrorlarini ko'rsatib o'taman. To'g'ri, bu sirlarni hech kim sizlarga o'rgatmagan, lekin men sizlarga hozir o'rgataman. Va bunga donat ham kerak bo'lmaydi va hech qanaqa pul kerak bo'lmaydi. Faqat sizlar o'ynab bersanglar bo'ldi. Sizlarga tez va oson tarzda almas yig'iladi. Xo'sh, birinchi sizlarga ko'rsatadigan narsa, ya'ni menda 12,831 almas, to'g'rimi? Va buni men bemalol hozir 20,000 yoki 25,000 qilib tashlashim mumkin. Bu men uchun juda ham oson narsa. Ya'ni qanaqa qilaman? Birinchi o'chirda sizlar mana bu yerda ko'rib turibsizlar, challenge mod degan joy bor. Mana shu joyga kirasizlar. Va bu joyda ultimate challenge, ya'ni UEFA Liga Chempionlar o'yinini o'ynaysizlar. Buni men beginnerlar, ya'ni novichoklar uchun va o'rta darajali o'yinchilar uchun ko'rsatib o'tyapman. Agar pro darajada yoki qanaqa qilib tez almas yig'ish kerakligini biladiganlar bo'lsa, bu videodan chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Bu yerdan mana o'ynaysizlar va o'ynaganingizdan keyin almas yig'ib olasizlar. Sizlarga eng osonroq raund aytaman. Mana shu 6-chi raundgacha o'ynasanglar bo'ldi. Nega 6-chi raund desanglar, 7-chi raund va chorak final, yarim final va finalda juda ham kuchli, lekin finalda oson tushadi. Ovri 120 bo'lsa ham hech bola bir botdan farqi bo'lmaydi. O'zi bot, lekin botdan farqi bo'lmaydi. Eng qiyin tarafi raund 7 va chorak final yarim final. Chunki bu yerda juda ham kuchli botlar tushadi. Shuning uchun sizlarga tavsiya bergan narsam 6-chi raundgacha o'ynasanglar, novichoklar uchun va ovri 120 ga yetmasdan 117 yoki 116 bo'lganlar uchun mana shu raund 6 gacha chiqsanglar bo'ldi. Xo'sh, keyin bu yerda har xil challengelar bo'ladi. Mana bunaqa haftalik, kunlik challengelar bo'ladi. O'shalarni o'ynab даже masterani olsanglar bo'ladi, almazlar yig'sanglar bo'ladi. Bu men uchun cho't emas. Xo'sh, keyingi navbat bu yerga, ya'ni har xil bu yerga emas, burga kirasizlar va bu yerda biz atakada o'ynaysizlar, chempionga chiqasizlar va har hafta tugagach sizlarga bu yerdan, ya'ni atakadan 1,5 ming almas beradi va chempiondan omadinglar kelsa 3,000, agar omadinglar kelmasdan 5-chi yoki 6-chi o'rinni egallasanglar, men o'zi 2 da turdim, kamdan kam o'ynab mana shu 9 ga tushib ketdim va 9-chi o'rinda menga 3,000 almas beradi. Agar 1 ga chiqsanglar ham 3,000 almas beradi, farqi yo'q. Va keyingisi mana bu management, ya'ni murabbiy bo'ladigan mod. Bu yerda sizlar xuddi murabbiylar, ya'ni trenerlarga o'xshab bemalol o'ynab darajalarni, ya'ni men bu ranglarni ko'tarib bemalol haftaning oxirida bu yerdan 5,000 almasni bemalol prosta suxoy olib kelsanglar bo'ladi. Va yana ikkinchi maslahat, har xil challengelar keladi, har xil modlar keladi, bilasizlar. Masalan, bu yerda buni ham o'ynab qo'ysanglar, lekin bu yerda sizlarga unchalik ko'p almas bermaydi. Maslahatim, bu joyni o'ynamanglar. Lekin mana bu joyda har hafta yangilanib turadi. Nimadirlar qo'shiladi, mana shu haftada mana shu joyda o'ynasanglar bo'ladi. Va 5 kundan keyin bu joy yo'qoladi va 5 kundan keyin yangi event keladi va shu joyda ham sizlar almasni bemalol olsanglar bo'ladi. Bu juda ham oson narsa. Va keyin 30,000 yana bu yerda hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu joyga kirasizlar va shu joyga kirib mana bu joyni bosasizlar. Mana shu joyni bosasizlar.
Ya adashdim. Mana bu joyni bosasizlar. FC Point va James. Va mana bu James degan joyni bossanglar, mana shunga kirasizlar va buni to'g'risini aytsam, mana buni qanaqa qilib olishni o'zim ham bilmayman, lekin olish mumkin. Va bu yerdan har kuni 300 limit 3 ta bo'ladi. 100 dan 3 marta olsanglar 300 almaz bo'ladi. Va sizlarda 20 ming yoki 30 ming almaz bo'lishiga 100 ta yoki 300 ta almaz yetayotgan bo'lsa, mana shu joydan olsanglar bo'ladi. Yoki 1000 almaz shunaqa. Va sizlarga bitta eng zo'r yo'lini aytaman. Sizlar mana shu narsani yig'ib haftaning oxirigacha iloji boricha kuchinglarni hammasini ketkazib, mana shu joyda sizlar bemalol 30 ming, 40 ming olishinglar mumkin. Bu juda ham oson. Va keyin sizlarga eng muhim joyni aytaman, mana bu joyga kirib, mana bu joyga kirasizlar va bu yerda mana bu joy bor, ya'ni zadaniyalar joyi bor. Zadaniya har xil zadaniya beradi. Bu yerda mana bu yerda asosan mana bu joyda sizlarga reklama beradi, tekin reklama. Va hamma joyda mana bu joyda ham sizlarga reklama beradi, bu joyning oxirida ham reklama beradi va reklamani olib bo'lganingizdan keyin mana bunaqa sizlarga 300 erpini ochkosini beradi. Bu nima qilib beradi desanglar, bu sizlarni erplarni, ya'ni real passivlarni ko'paytirib, star passivlarni ko'paytirib berar ekan. Mana bu joyda 300. Hozir sizlarga 300, 100, 100, 700, 800, 900, 1200, 1200, 1200, 1200 va 1200, 1200, 1200, 2200, 2400 ochko bemalol olasizlar. Va undan tashqari bunaqa jetonlar ham olsanglar bo'ladi, ya'ni draftga kirib, novichoklar uchun aytyapman. Mana draftga kirib, mana shu narsalarni olsanglar bemalol. Mana bu yerda ham общий общий sizlar bu yerdan 3 ta olasizlar va haftalik challenge'larni o'ynab sizlarga hozir bitta zo'r sir aytaman. Mana bu joyga kirsanglar, bu yerda sizlarga примерно qanchadir 5 ta beradi. 5 ta qizil jeton, ya'ni bu yerda yana bitta hozir sizlarga ko'rsataman, qanaqa draft ochish kerakligini. 5 ta. Bu yerda mashqlar bular, ya'ni bu qancha umuman tushundim. 6 ta, 7 ta, 8 ta va 9 ta bo'ladi. 9 ta ekan. Xo'sh, mana bu joylar, mana bu joyga kirasizlar. Mana bu filga kirasizlar va filda kim kirgan bo'lsa, oxirgacha, ya'ni bir hafta kirib borsanglar, bu yerdan mana bu yerda bo'lsa qizil narsa beradi va bu yerda ham qizil narsa beradi va shu bilan bemalol 10 ta qilsanglar bo'ladi, 20 ta to'plasanglar ham bo'lardi. Va bu yerda ham sizlarga almaz beradi. Mana ko'rsatishlar, bu ham ko'p almaz beradi. Xo'sh, 300 ta, 200, 500 ta, 800 ta va 800, 1300 ta, 1300 ta va 1000 ta, 1600 ta sizlarga almazlar berib tashlaydi. Bu yerda ham draftlar juda ham ko'p. Bitta, 2 ta, 3 ta bemalol draft olsanglar bo'ladi. Keyin bu yerdan ham sizlar zadaniyalarni qilsanglar, mana bu joyda har xil narsalarni ochsanglar yoki boshqa narsa qilsanglar 1000 ta beradi. Ya'ni bu yerda 1000 ta beradi. 1000 ta, 2000 ta, o'pchi 4000 ta almaz beradi. Bu juda ham zo'r. Bu yerdan ham bajarib qilsanglar 100 ta masterovni berar ekan. Mana bu yerda juda ham oddiy, to'g'risi bularni hali o'zim ham tarjima qilganim yo'q va tarjima qilsam sizlarga Telegram kanalimga o'tsanglar, sizlarga tarjima qilib tashlab beraman. Telegram kanalimga ссылкасы описанияda bo'ladi. Xo'sh, menimcha almazlarni qanaqa qilib yig'ish kerakligini sizlarga aytdim va tushungan bo'lsanglar va foydali bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman. Sizlar ham menga o'xshab 10 ta, 20 ta draft ochib, maza qilib ochib, o'yinchilar ko'proq gapiramiz, chunki tartibim ketib qolyapti. Gaplashishga qiynalapman, va o'ylaymanki video sizlarga yoqqan degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, обязательно bitta like
va bitta obuna, ya'ni podpiska. Kommentariyada yoki описаниеda Telegram kanalimda silkasi bo'ladi va shu Telegram kanalimda silkasiga o'tib qo'ysanglar, ya'ni Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, mana shu haftalik challenge'larni tarjima qilib sizlarga tashlab beraman. Xo'sh, sizlar bilan hozirchalik Mr. Vegax kanali bo'ldi. Keyingi mana shunaqa foydali bo'lgan videolargacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Faqat